Yomg'ir va qorda utepleniya qilish mumkin emas. Bu utepleniyani tushunmaydiganlarning gapi. Nimaga unaqa deyapman? Men qisqacha tushuntirib beraman. Mana ko'rib turganingizdek, suv, yomg'ir uryapti devolimizga, mana bemalol ko'rishingiz mumkin, hech nima qilmagan devolga. Kilaylarimiz vodostoyki. Xo'p, biza yomg'ir, qor yog'ayotganida nima qilamiz? Bazalt urush jarayonida salapanlardan naveslar qilamiz. Bazaltga yomg'ir tushmasligi uchun va ustilar bemalol ishlashligi uchun. Armirovka jarayonida ham armirovkani shu naves holatda tortamiz. To qurib bo'lganidan keyin salapanlarni olib tashaveramiz. Quriganidan keyin yomg'ir, qor nima ham ursa qo'rqmaydi armirovka kilaylarimiz. O'shaning uchun katta obyekti bor akalar, sizlarga murojaat, srokka ulgurib berish kerak bo'ladigan obyektlar bo'lsa, qanaqa ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar 8 yillik tajribamiz bor. 8 ta qish, 8 ta yomg'irli ob-havolarni ko'rganmiz. Biz shunaqa strogi ob-havolarda ishlaganmiz. Bemalol srokka inshaalloh ulgurib beramiz. Agar sizga ham shunaqa utepleniya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Teplon Masterga murojaat qiling. Professionalizm darajasida ishingizni bitirib beramiz.